Mana bizani o'sha serpiyankali obyektimiz. O'sha paytda videoga ololmadik. Uyda yig'in bor edi. Yig'inga taqalib qolganim uchun videoga ololmagan edik. Mana endi imkoni bo'ldi. Videoga olamiz. Salonda tegi fibrobeton, usti fasadniy gips. Tepasi ham fasadniy gips. Tegini fibrobeton bo'lgan sababi yomg'ir tushganda gips chirib qoladi qanaqadir. Mana bungacha sip berganmiz. O'tdan bu yog'ini 0 qilib tortib o'rganmiz. Oxirigacha o'sha burchagigacha o'timiz 440 kvadrat joy bo'lgan.